Demak, o'sha hali aytganimdek go'ngga chirigan holatidagini tashlashni ko'rsataman dedim. Mana chirigan holatdagi go'ng mana toza chirigan bu. Va bitta daraxt tagiga 4 yoshli daraxt tagiga hozir qancha solishimiz kerakligini aytaman. Demak, hozir endi mana yengil solamiz. Chelakda bir chelak, qora chelak taxminan 5 kilo chiqadi. O'g'it. Shu usulda mana solamiz. Toza chirigan go'ngni hozir solishimizdan maqsad qishman yomg'ir yoqqani hisobiga shu qismlariga mana yomg'ir yog'adi va erib sekin o'zi daraxt ildiz kerakli qismlariga boraveradi. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi bu yerda. O'shaning uchun iloji boricha oktyabr oxirlariga va yomg'irgacha, birinchi katta yomg'irlargacha chirigan go'nglarni solishni tavsiya qilaman. Holat shu holatda bo'ladi. Albatta to'liq xuddi shu usulda, ya'ni xuddi shu ko'rinishda bo'lishi kerak chirigan go'nglar. Mana bo'ldi. Bundan ortiq chiramagan bo'lishi kerak. Bundan ortiq ham juda yengil bo'lib ketadi. Ozgina iloji boricha hal etganda somon bo'lsa, organika qismi yana ozgina oshadi. Bitta. Shuning uchun bitta daraxtga taxminan mana bilagidek ekan 5 kilogacha solish mumkin. Bu mana oddiy qumligi sal nisbatan ko'proq, mexanik tarkibidagi qumligi sal ko'proq turpoqlar uchun tavsiya qilinadi. Bundan ham oshirish mumkin agar turpog'inglarda shag'al qismi, qum qismi ko'proq bo'ladigan bo'lsa, loy qismi, chang qismi nisbatan kamroq bo'ladigan bo'lsa, demak 10 kilogacha oshirishimiz mumkin kvadrat metrni kattaroq qilib. Ya'ni bu narsalarni bu 5 kilo deyishimga deb qaror berishimga sabab turpoq tahlili bu yerda aniq. Shuning uchun 5 kilo rejani qilganmiz biz. Shuni tizimli ravishda biz har yili 5 kilodan solib borsak ham 5 yilda 25 kiloga yaqin go'ng tushadi shu yerda o'ziga va organik qismi 5 yil ichida xudo xolos oshadi. Ya'ni namlikka, o'g'itlar, boshqa mineral o'g'itlarni yaxshi saqlab, daraxtga yaxshi tashlab bera oladi. O'zbekistonda emas, butun dunyoda organik qishloq xo'jaligi har doim qimmat bo'lganligi sababli iloji boricha organik qismiga ko'proq e'tibor berishimiz kerak. Faqat go'ng berdik degani boshqa qolgan elementlarni bermaymiz degani emas. Kompleksni hammasi tizimli ravishda ishlab borilaveradi. Bitta yo'nalishga tuprog'iga qaratib qo'ymasligimiz kerak. Masalan, faqat mineralga yoki faqat organik qaratib qolishimiz noto'g'ri bo'ladi. Agar siz organik sertifikatingiz bo'ladigan bo'lsa, faqat shu chirigan go'ngdan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Agar organik sertifikat olmoqchi bo'lsangizgina, lekin organik sertifikat bo'lmaydigan bo'lsa, kompleksni bir yil masalan yaxshi azot, kaliy, fosfor, boshqa makroelementlar va go'ng albatta solinishi shart turpoq uchun. Chunki turpoq bizdan keyin ham bizlarni avlodlarga xizmat qilishi kerak. Shuni hisobga olishimiz kerak har doim. Rahmat.